Mana keldi. Issiq tonodan chiqmagan qiziq, yumshoq, tatlı g'ayvat narsa keldi. Voy bizchi, bu bulun pishqoqlarda tamning kaynidan kus g'ayvat qilmaymiz. Bunda ochiq oshkora, bunda so'rinni qurib turib bunda g'ayvat qilamiz juma. Men podshoh Allohdan voy degan, hojam, hazratman qaylasizmi? Ve tam bulun pishqoqni qaylatmay, men qaylasizlar. Men mavada. Endi men odatda o'zimning ko'nglim shunday yaxshi g'aybatlarni qilib yurmayman. Endi ancha-muncha boshqalarning sifatlarini deb qo'ymayman. Anadagi yana birisi kelsak, mushu birisi yig'lab dadin to'ksa, xo'shu ketmayman. Muboraklab qo'yman. Endi men bilan bunda ancha-muncha sahnaga chiqib, bir cho'lpon bo'lib olsin desam, o'zi hol kirib qopti bu saatga. Mush o'tgan yili yangi yillik kechilikda bir itotga chiqirib, bo'pti endi mush maslashib bering bo'pti. Mush necha yil bo'ldi siz itot o'ynayotgan? Yo, sizni xalqimiz tunmidi. Men bilan itot o'ynasangiz cho'lpon bo'lib sizda bir itot qichqirib qo'ysa, o'zini endi mush Shinjongda men dongliq aktyor, dongliq komediya artisti, nima o'ylab Tursun qiz obrazini voyaga yetkazib o'rindab kelayotgan artist bo'pti. Ağzınızda ne var? To'g'ri dediniz. Men degan cho'lpon toza, to'son qiz degan cho'lpon deydi. Cho'lpon degan nomni sizga kim bergan? Kim bergan? Xalq bergan. Xalq? Meni oldimga bir deb baqsa kim cho'lpon deb e'tirof qildi ekan? E'tirof qilishini? Sizning oldingizga cho'lpon bilan sahnaga chiqib, bundaq ancha-muncha kishilarning bundaq ta'riflarini qilib, bundaq bir ancha-muncha bir cho'lpon bo'lib olsin deb yaxshilik qilib chiqdim juma miyaga. Qizmish 18 yosh kirgandek mendek sodiq qiz yo'q qarang. U g'ayvat degan nima? G'ayvat deganda u bizning oilada g'ayvat degan narsani faqat anglab baxmagan. Silib xalqlash qilib, o'sha Shinjongda chiqqan hayotda cho'lponlarning korxonachilarining ish qilib menchilik bir donk chiqib qolsa, shu cho'lponni yo'qlik qilib o'tirgansizlar g'ayvat qilib. Qilib, sizni miyat ma'manda moslashib, bunda bir cho'lpon bo'lib olsin deb yaxshi ko'nglimda chiqdim juma masaniga. Meni tillab beram kelib chiqdi. Sen haqqo, yaxshilik yarashmaydi sadi. Hey, oshining bir bunda ancha-muncha ta'rifini biz qilib qo'ymsak. Kim qiladi onu tarifini, kim tonuydu? Mana men tuntumay butun cho'lponni. Nima deb yuraydigan? Hammasi rahmat deyib atibdi. Mening gapimni bir qo'ysin zulab degan deb kaynimda jugal samandek juma. Qaysi cho'lponni mishta tuntumay deb qancha bo'ldi? Bazarni deyishli. Ya, uni degan olmaydi xonim, ani degan olmaydi. Siz shogird emasmi? Bugun bazarni kasat qilib, mendan azon g'ayvat qilgan ishlar chiqib qoldi. Chashlashib turgan ish chiqib qoldi qaylisi. Qarang. U chaqda sizni g'ayvat qilib o'ttirib turgan ish chiqib qoldi. Bu g'ot deb bir tuyuqsiz temidan bir chiqib qoldi ya. G'ot. Shu mishaga chiqib shu g'ot qilib. Xonimning, mabigimning, hojamning, boyvachchining, cho'lponninki, cho'kanninki, qizninki, adamli bo'lsa. To'rt adam tunisa, osh g'ayvatini qilib. O shunchalik eg'irma? G'ayvat qilgandagi qo'saq qo'yg'idek bunda axloqi yetkicha qilmoqchini. Ya, hozir mushu g'ayvat degan qarang. Har qanday merongdan eng kattasi shu g'ayvat. Har adam o'zini davolaydiganga shu hammadan katta dori shu g'ayvat. G'ayvat qilsa zehnimizga chiqadi. Bunda ro'y kayfiyatimiz yaxshi bo'lib qoladi. Terlarimiz yaxshi bo'lib qoladi. Men moni ashimennayni ishlatib yurmaymiz deyman. Silliq haqli. Cho'lponlar, bekar cho'lponlarimiz shunga kun kechiramayotibdi emasmi? O kun kechiramayman, uni berib olmadim, 6 bolamni yedilar. Ash palonchi cho'lpon to'y qildi. Faoliyatga berib, monda o'pdi, onda o'pdi deb mush cho'lponlarning o'sak so'zlari hozir. Voy xalam, mush non bilan choy ichdi. Bu uning yana bir shu hozir shundaqda Wang Hong deb bir ataqliq cho'lponlarimiz chiqibdi, Wang Hong deb. Endi u Wang Honglarni ish qilib ajoyib ta'riflaydi-ki, u Wang Hongdan ko'rgan vaqtimiz yalar titraydi ekan. Bizniki hamda shu uning ustiga sizlar bilan
siz bilan biz ham shu riyosatchilik sohasida hali bir necha yil bo'ldi-ku. Men riyosatchilik qilayotgani. Ha. Bizga yetmaydi hech kim. Unisi yana bir apparat degan narsani shu tutalaydigan, apparatning ko'zini ochalaydigan hammadan program ishlaydan bo'lib ketdi hozir. Ha, shu gap shu hozir. Nördüsü yüzler, nördüsü vücutlan aparatını. Ondan sonra programın 2 saatten keyin taatımızda bu programdan bunu tushuntirib Tenşi bo'lsa, mundaq bir suratga og'idek bir bishkuzuva bir narsa bo'lsa, ishkada bir şey programni tushuntirga ta'sir emaskan bu. Ha, shu. Endi shu tuniganmish doyen telefon qilib doyen. O'tasa, voy jiddiy kelin deb sildim chaqadi-ku. Nima deydi desanglar? Aytik program surat qilamiz deb. Qaysi programma? G'ot-g'ot program. Voy, nima bu g'ot-g'ot degan yeydigan narsami degan. G'aybat deb bir program chiqiramiz deb. Ha, ko'rdingmi? Tunigan qilgan soxonima bugun suratga oldik. Ha, o'sha hozir ma'u jamiyatda hozir ishni qalbimizga kelgan zamatdan boshlayapmisak, pichoqni kartini kesmasak ham. Andaq iliqi bishkuzuva mundaq alalaydigan mundaq 30 bin poundlik uy bo'lsam, to'rttadan bir yerga program ishlaydigancha, shunga qalbimizga kelganda vachchida qilib olaylik deydi. Mana bizni g'ayvatimizni bekani pul xarjlab, xogo-mogo yeb, buni g'ayvatini qilib, islida ochiq xogolini yeb japa tatib bitirganmiz. Shunga mana bizning mashina shu Radoyan hamda Radoyan bizni qo'yib ketdi juma. Bizga g'ayvatchi deb yo'q, nomdan birini qo'yib qo'yib. Mishada shu jamiyatimizda hozir shu cho'lponlarimizni jon boqqizmayotgan bir turkum g'ayvatxo'rlarimizning rolini biz masahnada olamiz danglar unda olsa. Bizni g'ayvatchiga deb bishadi shu duxmush bizni tillab kesgan. Ya tillab ketmay, menimi tillab qo'yanglar, g'ayvatimni qilib qo'yanglar debdi, bizni mehmon qildi xina. Hey bu. Hey operatorni biz ivatamsizlar boshlanib bo'ldimi? Avatgan. Ey bu reaktor. Bugun chiqimiz bir-birimizga g'ayvatini bir-birimizning chiriga qarashib, bir-birimizga g'ayvatini qilib ketmadi. G'ayvatini qilib g'ajaydigan bir odamni chaqirgandimiz. Doyen chaqadimi ya? Chaqirib ishorat qilib birisi keldi aqchan. Kelamda. Kimning g'ayvatini qilamiz bugun? Ish qilib bugun g'ayvatini qiladigan odamni shu paqirtib g'ayvatini qilib o'ttirib etmasak musakaratga tushirib qo'yib chiqirib yetaylar yandan. G'ayvat qilgan odamning ko'zidan yosh oqqizib tashladi. Siz emas, men rozi bo'lsam aka. Mana. Hey! Tug'ilgandan tatib tutib, shu buvoq vaqtda ziqsiq sevatgandan tatib chichivatgandan tatib. Hamma deydi. Nima? Ular programimiz rasmiy kirkatdi. Kirkatdiq. Endi hey, u g'ayvat qildiq odamni kimligini bilmaymiz, ammo e'lonni qilib qo'ysang o'zi kirib oladi. Qanday e'lonni qilamiz endi? Shu aziz mehmonni sahnaga taklif qilibmiz-da qo'ysangiz bo'ldi-ku. Ha, yiliqi, bu 2 metrda 90 kilodan. 9 o'zining oldida menib yuradigan. Yiliqi o'zini cho'lpon davogan. Bütün faoliyatlarda jonlangdek shu hech qanday faoliyatdan qolmaydigan. Yiliqi, o'zini Şinjan'da bir cho'ng riyosatchi chog'laydigan. Yiliqi bir riyosatchi bor. Voy! Sizlar Şinjan'da atiqi bor. Riyosatchilarning sarkardasi. Bu eng riyosatchi, umid riyosatchi. Naqadan hozir javob inkas intayin tiz riyosatchi. Mening faxrlik erim Obdi xabar Obdina men davatmaganlar. Voy, usulning a'lirmi tixinam. Hey, tursun qiz meni. Erlar bu do'qin nadin deb bag'alli deyman. Meni bilsiz. Men ma erimning g'ayvatini qildigan xuddi emas. Xabarni g'ayvatini qilay desam-mo, chiqqidak bunda temi yo'q. Hech qanday kamchilik yo'q. Nayt erim katta isil. Mundaq jigit, dunyoda birlab Şinjan'da tervag'idek jigit deb o'zlarining a'lirini maqtadimi? O'zining erini maqtagan xuddi birinchi ahmoq juma xinam. Men niriqi tamtunaq tamning kayda qut o'g'irlikchi uning buning g'ayvatini qildigan ayol emas. Ashdan so'rim akab qo'yib, o'tda og'izib qo'yib, butun sachchilikni maqtab
ketken isil ələrini əkirib, əbdi bəşirsin aşkarına. Nasıl? Çoğulğunu puşaymaq qızıb rəyim aldınlar da. Ben ondan masliş. Hayvat degende yüzümüzün uyudkilerden başlayımız ne? Tuttu elden elgi net dep çıkıyor. Kapını bir kollap koymaylı mı? Çoğun ağaçımızın kayıtını, küçük ağaçımızın kayıtını kılın. Okulumuzun kayıtını, ilimiz kılın. Odumuzun kayıtını, onumuzun kıpırımız, onumuzun kayıtını. Odumuzun kıpırımız, çoğun adımızın kayıtını, çoğun adımızın kıpırımız. Akılıp tukalımızın kayıtını tatip kılın. Kayıtını diyen ne aşo? Gayvetini saklanmaydı. Ma ailekilerin gayvetini kılmaz. Fakat gep tapamam. Gayvet degeni tamdan kendini kılın. Jüritiniz bolsa aldımızga kep kalam. Şundaq ko? Gepiniz olsa mında 100 liranı dam. Okşayıpta. Bicar çoğalımız boşlap çıkılan boldu da. Nim bolsamış bizge buluşluğa adam bak edep. Bak edep. Ulasım şu bizning birge qodir köpke mahir özünün ajoyib fasohatli gaplar bilan maydondagi har bir odamni suyundirayotgan, kuyundirayotgan, kuldirayotgan, yig'iltayotgan. Birge qodir köpke mahir lol qilayotgan. Buyi egiz, ataqliq, mashhur, yetuk, siyosatchi, oldi xabar oldi navirida omad sahnamasak bitimiz. Marhamat. Tillanib ketdaysiz. Ha? deb kirenmeydi o. Voy, Tusan kız, yaxshimi, tinchmi, salomatmi, tinchlikmi, Ayaqmi? Qayoqni ko'ngling tasishyapti? Ha, mashaq o'tayapti. Yaxshimi, tinchlikmi? Ma qiz balki atigan soat 6 bilan chiqib ketib qolgan uydan. Son noshliqni tayyorlab berdim dedik. Yo'q. Azonchi bichorlikam o'ruqlab ketibsa, opani qancha chog'irib ketgan bu son. Turpalliqni og'chi g'uljilik ishchan qizlarni osonchi. Shundigina. Nima yeysan, yemamsa deb tashlab qo'yib ketdim seni. Ketdim sen ya. Tovo deginada. Yo deyman, ishki bolam shunda chiroyli qilib. O'zi qara, o'zdan tunishtirib qo'yma. Rahmat. Qara, shunda chiroyli qilib maqtani qara mana. Hey, Fikam, manda bir yüzümni tökmay o'g'avaldek gap qila. Xotinda maqtagan birinchi ahmaq degan maqtab qo'ydim hamda. Uf, voy, men adamni bugun bir g'ayvat qilib, ish pushqimni chiqaraman desam, xotinni maqtab o'tirib saskandiramda nima meni? Ay, shuni olama. Tursun qiz. Bashirsin bir-birsiga oshkorlab, amal qilib ajrashdim. Ay, shuni olama. G'ot-g'otda programmalar chiqibdi, muborak bo'lsin. Ha, chiqdi shu hamda. Tuyuqsiz telefon qildinglar. Jiddiyat programma chiqay deb bugun programma bor emasmi kechda? Ha, yana o'zingni aldirash ko'rsatib olsadigina, aldirash qiyofat kirib. Ya, bugun programma bor, bugun kechchi choyxona maqshtoq. Shuni olib tuyuqsizlar. Ma Ridoyan. Telefon qilibdi, keyinda Raziya telefon qilibdi, kelmasangiz qat'iy bo'lmaydi deb. Nima desam, jiddiy bir program bor deb. O'ylasam, ma ishqinglar jiddiy xizmat guruhini qurg'uchilar. Ular jiddiy bir xizmatni qurdi, jiddiy bir narsani chiqarib, nima bo'ldi deb keldim shu hamda. Yaxshi sharaflarimni, natijalarimni so'zlab bersizlar. Shu. Qara endi. Nihoyatda yetilayotgan, kelishgan riyosatchi deb o'ylaymiz-ku endi. Rahmat. Endi qara, o'zing bilsan, mening ko'nglim tuz. Endi turpalliqlarning ko'ngli tuz bo'ldi emasmi? Ikkimizning ko'nglimiz bek tuz-a. Shuning mijozimizning bek chiqishidir. Odatda biz xalqlarning g'aybatini keyindan qilib shumaymiz-a. Endi o'zining ayibini menda oldida ko'z supurmiz endi. Endi ishlar ulab qoldi-ku, odamning o'zi bilmaydigan. Xo'sh. Onda siz bir gap esim keldi deyapsiz. Ha, bu g'ayvat emas-ku asli. Keyin degizsak g'ayvat bo'lib qoldi-ku. Oldi desang